Assalomu alaykum, oyi, yaxshi o'tiribsizmi? Ko'rmayapsanmi? Mazza qilib o'tiribman. Na xotining osh-ovqatimga qaraydi, na bir ko'k choy damlab berishga yaraydi. Ertalab xonasiga kirib ketgan bo'yi hali chiqqani yo'q. Peshonam qursin. Shunaqa ham kelin qilaman. Ma'mga qaror. Tinchlikmi? Assalomu alaykum, adasi, yaxshi keldingizmi? Tinchlikmi? Mana qara, qanaqa kelinsan? Onamlarga qaramagansan. Mensimayapsanmi? Ovqat ham bermagansan. Ay, yo'q, hamma narsani pishirib tayyorlab qo'ydim. Bolaning ichiga 2 kundan beri kelmaganiga qaragani kirib ketdim, hisob bermadim xolos. Nima shuni onamdan o'ziga yetmading? Ha, biz ham 7 ta tuqqanmiz. Hamma ishga ulgurardik. Adasi, bolaga 10 minut qarab turing, oyijon ovqatlarni tayyorlab bering. Men ishlayman, bolaga qarayman, o'zi ertalabgacha uxlatmadi. Ol bolani. Oyijonga qaraymi, bolaga qaraymi, qaysi birini qiling? Ikkalasini aytdilar. Ha, bugun umuman ovqat yemas ekanmiz-da, ochimizdan o'lar ekanmiz-da, ha? Bolaga ham bahonaga ham qilib, quchoqlab o'tiravering bolangizni. Biz ham tuqqanmiz, mol holga ham qaraganmiz, kirimizni ham yuvganmiz, biz ham eplaganmiz. Qiling ishingizni. Oyijon, mana suv. Yaxshimisiz, oyijon? Nima bo'ldi? Davleningiz chiqdimi? Doktor chaqiraymi, oyijon? Holim bo'lmayapti, eringiz telefon qiling. Tezroq meni doktorga ko'rsatsin. Alo. Adasi, qattasiz, oyijonning mazalari bo'lmayapti yana. Nima? Oy bilan uni tez olib borsan. Men ish bilan yurdim, hozir yetib boraman men ham. Xo'p, bo'pti, xo'p. Oyijon, kiyimingizni alishtiring, kelamiz, borib kelamiz. Xo'p bo'ladi. Doktor, oyijonning mazalari qochib qoldi birdaniga, iltimos ko'rib bering. O'ng tomonim suqilib og'riyapti, doktor. Og'zimdan achchiqtir tab kelyapti. Xotiram pasayib ketgan, ishtaham yo'q, nervimdek bo'lib qolgan. Men davleniyam chiqyapti, o'laman shekilli, doktor. Siz manzilda adashmadingiz. Sizdagi bu klinik belgilar jigarga bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun bizning Hakim Sino gepatologiya markazimizda ultratovush tekshiruvi, fibroskan tekshiruvlari va jigar va oshqozon ichak kasalliklariga taalluq bo'lgan kimyoviy analizlar topshirishingiz kerak bo'ladi. Mana qara Guli, oyim qanli? Voy, vahima qilmang, jigarlarda ozgina muammo bo'libdi. Fibroskan apparatlarga tushuvdilar. Jigarlarda 3-stepen yog'li gepatoz tashxisi qo'yildi. Hozir boshqa analizlarni ham topshirganlar, uni javobini kutyapmiz. Uyimiz oldida shuncha klinika bo'lib turibdi. Onamdan uzoq olib kelding? Adasi, bu uzoq emas. Birinchidan shahar markazi, undan tashqari bu klinikada jigar bo'yicha 10 ta mutaxassis bir joyga jamlangan. Undan tashqari eng oxirgi texnologiyalar bilan jihozlangan. Sen hisoblashib tur, men hozir pul chaqirtiraman. Yo'q, to'xtang, adasi. Anunda tishimni davolatishimga pul tashab berdi kartadan, o'shandan to'lab bordim. Mayli, oyijon tuzalib ketsalar, men tishimni keyin qildirib olaveraman. Keling, oyijon, kiring. Keling jonim. Men sizga shuncha qattiq gapirsam ham baribir menga yaxshi gapirdingiz. Oyijon, onam har doim aytadilar, sen qanaqa kelin bo'lsang, o'zingga ham shunaqa kelinlar keladi deb. Men sizni yaxshi ko'raman.